Mana buqalarni qarang, o'zgarganini. Rosa bir oy bo'ldi bugun. 30-yanvarda video syomka qildik. Assalomu alaykum, hurmatli Norin chorva o'z obunachilari va chorva va semental nasl ishqibozlari. Mana bugun 2-mart, hafta kuniga dushanba. Biz o'sha joydamiz, Namangan viloyati Norin tumani Mursuntochik mahallasida ajoyib chorvador akamizni xonadoniga keldik. Biz va'da bergan edik, har oyda novvoslarimiz o'zgargan holatini sizlarga yoritib beramiz. Mana qanday boqilyapti, qanaqa o'zgaryapti ko'rsatamiz dedik. Shu va'damiz ustidan chiqaylik deb Hoji akamiz o'zi uyda yo'q ekan, iltimos qilib kirib, mana o'zimiz uyimizdek video syomka qilyapmiz. Mana novvoslar zo'r o'zgaribdi aka. O'zgarishni qarang, buni kanalimizga kirsanglar, rosa bir oy oldingi holati ko'rsatilgan. Shunga qarab, mana qanday o'zgarganini kommentariyaga o'zingizlar izoh berib ketaverasizlar. Qaysi biri qanaqa o'zgargan, bu sementallar mana effekti qanaqa bo'ladi degan ukalarimizga biz yoritib boramiz. Yangi qiziquvchi aka ukalarimiz bo'lsa, shularni ko'rib, mana olib boqsa ham bo'lar ekan, haqiqatdan yaxshi o'zgarishini o'z ko'zinglar bilan ko'rsanglar va boshqachada. To'g'rimi aka? Mana bularni ham ko'rsatsangiz, hammasini bir oy, 2 oylik razitsasi bor-da bularda. O'shaning uchun birinchidagi sal oylikka kattaroqligi uchun bulardan ko'ra nisbatan yaxshi o'zgaribdi. Bular bo'yiga, uzunasiga cho'zilibdi. U yesam olgan u. Mana hammasini ko'rinishi sog'lom, zo'r holatda mana. Hoji akamiz ham boqishdi. Tajriba zo'rda, tindirib qo'yibdi lekin. Taglari ham pokiza holatda. Mana mollarimiz ham uji tulovga kelibdi. Yaxshi yeb turgani uchun, eti yaxshiligi uchun tulovga tez kelgan mana novvos. Uzunligiga ham zo'r uzayib qo'yibdi bu. Cho. Bu orqa korpuslarni ham bir ko'raylik. O'tdimdek ko'rsat. Cho. Mana orqalarini ham oling. Pachkacha bo'lib qolibdi bu. Zo'r o'zgaribdi aka. Holati zo'r. O'zi yo'q ekanda, bo'lmasam o'zidan ajoyib ma'lumotlarni olib berardim. Telefon qilsak, hali beri kelmas ekan, qorong'i tushib qolsa uni syomkamiz jinday xira chiqib qoladi. Shuning uchun boshlab yubordik. Endi har doim gaplashib turibmiz, nima beryapti, nechkilar yemayapti, qanaqa boqilyapti. Shunga o'zim ma'lumot berib ko'raman bular to'g'risida. Hozir siliosi tugagan. Bular tertga o'tgan. Somonni yutib, o'sha ratsion bo'yicha bitta somon, silios bilan somon o'zgargan. Mana somon bilan ham, tert bilan ham yaxshi o'zgaryapti. Asosan endi bu aynan bu somon yo siliosda emas gap, asosan ratsion, yem, o'shanga qo'shilayotgan yem, to'g'ri ratsion berilgani uchun, yaxshi yem berilayotgani uchun yaxshi o'zgargan. Balki somonda yaxshi o'zgarmaydi, siliosda yaxshi o'zgarmaydi. Bu aynan unga bog'liq narsa emas, asosan berilayotgan o'sha mineral ozuqa yemda. Keyin rejimda o'sha yem yeydigan payt yemini yesa, ozuqasini yesa, suv ichadigan payt suvni ichsa, xudo xolasa, avvalambor xudodan yaxshi o'zgaradi. Endi bu biz videolarni chiqarishimizdan maqsad yangi chorvaga qiziqib kelayotgan aka-ukalarimizga zotli mol olsam, qimmatga olsam, bundan foyda ko'ramanmi, foyda ko'rmaymanmi, qanaqa o'zgaradi degan aka-ukalarimizga biz ko'rsatyapmiz. Sababi chorvadan hozir foyda yaxshi bo'lib qolgani uchun shu puli borki, lekin ikkilanib, o'ylanib, foyda qilamanmi, yo'qmi deb yurgan aka-ukalarimizga ma'lumot tariqasida biz shunaqa syomkalar tayyorlayapmiz qo'ldan kelganicha. Xo'p, obuna bo'lmay ko'rayotganlar obuna bo'lib qo'ysanglar, shunaqa yaxshi ma'lumotlarga ega bo'lasizlar. Bittadan laykni bosib, qo'llab-quvvatlab tursanglar, shunaqa videolar chiqarishdan charchamaymiz. Xo'p, shunaqa nasl olaman yoki oddiy chorva deylik. Chorvaga endi u nasl, o'zimiz jaydari mollar, qirg'iz mollar hammasi kiradi. Chorvadan yaxshi bo'lib qoldi. Mana hozir 2-3 yil davomida bizda ham mana O'zbekistonda ham ancha chorvachilik rivojlandi, foyda yaxshi bo'lib qoldi. Shuning uchun chorvada yaxshi, foyda ham, barakasi ham yaxshi.
Mana bemalol shunaqa olib boqsanglar, xudo xolasa har oy chiqaramiz bularni. Xo'p, Hoji akamizni ushlaymiz baribir bir kun. Ushlaymiz operator akamiz. Ushab o'zingizlarga mana o'zini og'zidan men sizlarga olib beraman gapini. Qanaqa o'zgaryapti, xo'p, qimmatga olib oldingiz degan ukalarimizga qanaqa sizni bir qanday izoh berasiz? Qimmatga olaman foyda ko'rsa bo'ladimi degan ukalarimizga gap isbotlab qo'yishda emas, mana o'zi ko'rsa, o'zgarishini ko'rsa mana ko'ring. Yaxshi o'zgargandan keyin xudo xolasa, Allohim bersa, or qo'lim desa, barakasi ham yaxshi bo'ladi. Zo'r o'zgaribdi. Bu uzayganini qarang. Bu gabarit qarang, ko'z tegmagan. Polvon. Mashinasini aylanib o'rgilib men o'zimni mollarimga olib borib zot olaman baribir. Bersa ham, bermasa ham mana uyda yo'qligi desak, yetilab chiqib ketaveramiz. Chunki bu boshqacha-da baribir. Qarang, buni ham orqa korpuslarini. Hammasi ham bir-biridan zo'r. Xo'p, yeyotgan ozuqasi har bittasiga 4 kilo, 5 kilo drabilkadan chiqqan somon uyutilgan holatda uni tert deydi. Hamma joyda ham, endi ko'p joyda tert deydi, biz ham tert deymiz. Shunga o'sha ideal korum tarkibidagi tayyor haligi o'zini, misol arpa, makka, riapis, bilafolis hammasini aralashtirib drabilkadan chiqarilgan holatidan 2 kilodan 2,5 kilogacha yeydi har biri bir kunda. Mana bu chunki molni alda bir vaqt o'tkazish keragi yo'q. Bulardan maqsad tezroq rivojlantirib, tezroq mana shu sotuvga chiqarish. Buni ushlab turganingiz bilan rasxoti ham bor buni. Kun o'tgan sari yaxshi yem yeb tursa, yaxshi o'zgaraveradi bular. Hali kichkina, bu kuraga chiqsin. U gapga men qo'shilmayman. Yaxshi hozirda mana shu holatidan yeb borsa, iligi to'lib, ertadan keyingi kuraga chiqqan holatda yemlayman desangiz ham tez yetiladi o'ta ham. Iligi to'lsa, vesti ham keyin 2 kilo, 2 kilo oshiq oladigan paytda o'sha olish uchun hozirdan buni yedirib, mana qilib iligini to'ldirib borish kerak albatta. Zo'r, mana bunisini ham qarasangiz, hammasi hozir avvaldan anaqasi o'zgargan holati uzayibdi-da bular asosan. Uzayibdi, keyin bir semirib bir bo'yiga cho'zadi. Keyingi oy ham ko'rsatamiz. Zo'r. Shu ratsioni shu 2 mahal oziqlantiriladi. Har bittasi 2 kilodan, mana katta-kichik qarabda, bu sal kattaroq, 2,5 kilo, narigilar sal kichikroq, ular 2 kilo, 2 kilo 200 shunaqadan yeydi. Endi qo'yiq suv 2,5 kilodan yem desak ham, pul rasxoti endi qancha? 2 kilo yemingiz 12 ming, yarim kilosi 3 ming, 15 ming. Somon bu akamizga deyarli bekarga desak ham bo'laveradi o'zi. Fermer ukaxonlari bor. Olib keting aka poliyadan, yo'l kirasini to'lasangiz, somon, traktor polini to'lasangiz bo'ldi degan ukalarni olib kelib bosib tashlagan. Va uni ham hisoblasak 20 mingga bormaydi-da, hozir bormayapti shuni pul rasxoti. 18 ming, 17 mingda to'xtayapti ekan 1 kunlik rasxoti. Zo'r o'zgaribdi lekin. Mana olib, bemalol boqib, yaxshi foyda olsa bo'ladi. Mana bu bo'yiga zo'r cho'zilibdi. Bular lekin o'ta uzayib ketdi ular. Kanalimizga yangi bo'lgan mehmonlar bo'lsa, o'tgan safargi bir oy oldingi videoni ko'rsanglar, holati bilan hozirgi holatini bemalol solishtirsanglar, bilinadi farqi. Xudo xolasa zo'r, mana olib boqinglar. Xo'p, aynan endi nasl olinglar deb, misol bu qimmat, u arzonroq. U mol olishda bilsanglar, jaydari moldan ham zo'r foyda qilish mumkin. Faqat bunaqa yo'g'onidan orqalari keng, yelkalari keng, oyoq qo'li yo'g'on, oldi korpusi ham mana bunaqa to'shlari ham yo'g'onidan olishsa, u kilogramni ham yaxshi qo'shadi, go'shtdor bo'ladi, ertaga qassobga sotaman desa ham 2 ming, 3 ming nari berida balandroq sotadi.
keyin kunlik qo'shishi ham yaxshi, rasxodni ham qoplaydi. Endi hozir Hoji akamiz yo'qligi uchun ko'p gapirib o'tirmaymiz. Mana o'zgargan holatini yana bir ko'rsatib bersangiz, keyin o'zini topamiz. Yana bir keyingi oyda xudo xolasa o'zini chiqaramiz. Ushab, o'zini vaqtiga qarab kelamiz. Mana ko'rsatib qo'ysangiz. Zo'r. Hammanglar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat.